Hi guys, hammaga salom. Bugun sizlar bilan birgalikda vlog olamiz. Men tayyorlanishlarimni olmadim, uyda svet yo'q edi va sochimni jingalagam qilmadim. Hozir opchamlarning tug'ilgan kunlariga yetyapmiz. Oldida opalarim ketishyapti. И вот mana stilim. Men bu kiyimni 2 kun, 3 kun oldin oldim. Hozir biz tug'ilgan kunga ketyapmiz. Bu yoqda opchilarim ketishyapti. Shaharga boramiz birinchi bo'lib. Hozir mahalladamiz, taksiga o'tirib ketamiz. Tez ketyapmiz. Chunki birinchi xolamnikiga borishimiz kerak. Keyin hammamiz u yoqdan shaharga ketamiz. Hech kim bormaydi. Faqat o'zimiz shunaqa opchilarim bilan boramiz. Kattalar borishmaydi, kichkinalar ham bormaydi. Shunaqa ketyapman. Hozir ularga yetib olishim kerak. Soat 4:30 bo'pti. Hozir bu opcham shunaqa o'sha tug'ilgan kuni bo'lgan opcham bizga kelgan. Hozir odam bizga keldilar va hozir ketyapmiz. Biz magazindan ice oldik. Hozir ketyapmiz, yana yo'lda taksiga o'tiramiz, keyin ketamiz bu yoqda ular. Kuz keldi, уже tug'ilgan kunimga 2 oy qoldi. Albatta tug'ilgan kunimda ham vlog olaman. Vlog olmoqchi edim. Olyapti. Yangi tovarlar kelibdi. Berazamiz. Mana bu ko'chada bunga kiramiz. Biz keldik, hozir xolamnikiga ketyapmiz. Xolamnikidan keyin to'g'ri, hozir opcham yana bitta opcham keladi. Xolamnikidan keyin tak aniga o'tamiz, nima deydi, shaharga. Tak 15 minutda yoki 20 minutda ketamiz. Hozir bu yoqda buvamlar turishadi, bu yoqda xolamlar turishadi. O'shanga hozir u yoqqa kirdik, narsa olishlar kerak ekan opcham. O'shda narsa olamiz. Hozir yana bitta opcham keladi. Tak man keyin tak 5 ta 6 ta kishi bor ekanmiz o'zi. 5 kishi bo'lsa kerak. Mana shu haqda shuning uchun Mahopcham, Shahopcham. 5 kishi ekan. Balkim 6 kishi bo'lar, chunki singillar ham kelishi mumkin. Hozir kirvanman ichkariga. Yo'ldamiz. Ikkinchi taksida. Hamma chiqdi. Biz hozir magazinga kirdik, bitta oshdamiz, sovg'a qarayapmiz. Sovg'a olib keyin chiqamiz. Sumkalar qarayapmiz, sumka olmoqchimiz. Sumka olyapmiz hozir. Sumka qarayapmiz. Magazindamiz. Biz bu kafega keldik, ovqatlangani chiqamiz bu yoqqa. Hozir sovg'amizni oldik. Aytmadik o'zlariga. Ular boshqa yerda biz kelib oldik sovg'amizni. Zo'r sovg'a olganman, ko'rsatmasligi. Olganimiz to'g'rirog'i. Meni qornim ochdi, chunki kelishdan oldin Big Bon shunaqa ramyon ichgandim. Drama ko'rgandim, yangi drama boshlagandim. 21-25. O'sha dramani ko'rgandim. Sovg'a hali bu yoqda emaslar, opcham. Bu yoqda sovg'amiz turadi, oldik. Korobka dokumentlari bilan. Sovg'amizni ochib ko'ring. Chiroyliroq tursa, chiroyliroq. Unpacking check. Prada. Nima qilyapsiz? Nima qilyapsan? Faqat buni qilamiz. Mana biz Emotsiya. Qarinchi qo'lga zo'r. Qora cho'qol. Wow. Ani toshlashingiz bilan zo'r turasiz. Sham oldik biz hozir magazindan. Burger ustiga qo'yamiz mahopchamlar bilan. Ovqatimiz keldi. Ovqatlarimiz keldi, yana qolganlari kelyapti. Pizza. Mana burgerim keldi, hali qolganlari kelmadi. Mahopcham sham qo'yaptilar. Pizza, bu taraf Caesar. Hozir barcha yetimday bo'lardi. Biz ovqatlanishdan chiqdik, hozir aytib o'tiribmiz.
Telefonimiz zaryadi har doimgidek kam qoldi. Hozir biz ketyapmiz. Tak soat 8 bo'ldi. Endi uyga boramiz. Tort olishimiz kerak kichkina. Menga opam shunaqa berdilar. Qaranglar bu narsaligini. Maktabda bunaqam yo'q edi va juda ham qiynalaman bunaqa narsam yo'qligiga. Shunaqa narsam yo'qligi uchun ham rosa kerak bo'layotgandi. Bitta oynachi bor edi, uni olib meniki dedilar. Bermayotgandilar. Uni olib berdilar. Taroqli ko'rsataman hozir. Ivotda shunaqa oynasi bor-da. Buni unaqa artib olaman. O'z shunaqangi tarog'i bor. Bu ham ishi zo'r. Menga yoqdi. Va kichkina bo'ladi. Вот sizda shunaqangi uxlab turgan, tak ayig'i bor ekan. Bunaqa boshqachalar yo'q ekan, bitta shu bilan yashil bor ekan. Sariq ham bor edim. Da. Men shu pushtini oldim, chunki magazin yopilayotgan ekan, tezroq bo'lishim kerak edi. Tanlashga vaqt yo'q edi. Biz magazinga keldik, marketdan pijama party uchun narsalar olamiz. Partiya qilmoqchimiz kechqurun, ertalabgacha xulosdan. O'shanga narsalar ko'ramiz. Soat 8 bo'ldi. Dedilar unga bog'lamadim. O't oyog'im tagiga qarab yuribman, yiqilib tushmaydi. Boya video olib ketib, telefonga hanqayib yiqilib tushaydi-da. Mahallamizga keldik. Biz marketdan hamma narsalarni oldik. Bitta kola olish kerak. Bitta kola olamiz-da, bo'ldi. Keyin uyga. Va nihoyat uyga keldim. Juda ham charchadim. Tak soat 4:30da 5da 4:30da ketganmiz va hozir soat 9:14 bo'ldi. Anchadan beri yuribmiz, 5 soat, 5,5 soatdan beri shunaqami. O'zimga shunaqangi bir narsalar oldim. Nima bilmayman bu. Ichida uycha quradimi o'zi yoki da stikerlarmi oddiy birgalikda hozir ko'ramiz ochib. Vaziyatim 2%. Hozir tez ochib ko'rsataman. Вот. Sizlarga yo'lda ko'rsatdim, tarog'imni ham ko'rsatdim yo'lda. Orqada ovozlar keladi, yopib qo'y. Вот, shunaqa ekan. Buni 10 mingga oldik. Qancha narxi yozilgan? 9800 ekan, 800 so'm ekan. Tak 10 mingda. Bu boshqacha ekan. Wow, shunaqa narsalar rosa yaxshi. Oh my god. Shunaqa joylari ham bor ekan. Prям shunaqa narsalarni sevaman deb, prosta. Men buni sevdim. Hop, zaryadim 2%, tezda ko'rsataman. Keyin shunaqa yo'lda ko'rsatdim sizlarga o'zi buni. Shunaqa ayiqcha uxlab turgan va ochganda tarog'i chiqadi, rang-barang. Menga rosa kerak bo'layotgandi maktabga va yaxshi tarar ekan, qaranglar. Zo'r. Orqadagi ovozlarga e'tibor bermanglar, faqat menga e'tibor beringlar. Uyim shunaqangi oynasi bor ekan. Bu oynasini endi artaman, bu yoqda sizlar. Menga tarab qo'ydim. Hop, shunaqa. Va o'z shunaqangi naklinkalar bor. Menga bu juda ham yoqdi. Albatta ishidaman bularni. Shu bilan videomizni tugadi. Menga like bosib qo'yinglar va obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'laman. Agar bu video yoqqan bo'lsa va yana qanaqa videolar xohlasanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz shu stikerni qoldirib ketinglar. Bugun juda ham maza qildim, juda ham zo'r kun bo'ldi va maza qildim.